Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kun. Demak, siz bilan raqamlar haqidagi birinchi darsimizni boshlaymiz. Numerologiyada raqamlar oddiy sonlar emas. Bu insonni xarakterini, qobiliyatini, uni hayotda o'tish kerak bo'lgan darslarini, energiyasini ramzlar sifatida ochib beradi. Keling hozir raqamlar qanday ma'nolarni bildirishi haqida birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi raqamni energiyasi qanday? Bu liderlik energiyasi. Birinchi raqamdagi insonlar yoki taqdir raqami 1 bo'lgan insonlar mustaqil, kuchli, qat'iyatli bo'lishadi. Ular boshqarishni yoqtiradi. Yangi ishlarni boshlash qobiliyati juda ham kuchli bo'ladi. Lekin ularda minus tomoni ham bor. Minus tomonini ham aytib o'taman. Minusi o'jarlik, buyruqbozlik, egoizm, kibr, faqat men zo'rman degan energiyaning oshib ketishini kuzatish mumkin. Ikkinchi raqam bu hamkorlik energiyasi deyiladi. Ya'ni bu raqamdagi insonlar ikkinchi sanada tug'ilgan, ikkinchi oyda tug'ilgan, fevral oyida yoki taqdir raqami 2 bo'lgan insonlar mehribon, sezgir, odamlar bilan kirishimli, ya'ni diplomatik munosabatda odamlarni yarashtira oladi ular. Kelishmay qolgan insonlar o'rtasida albatta ular yarashtiruvchi inson bo'la oladi. Hamda ularni intuitsiyasi kuchli deb ham aytishimiz mumkin. Ularni minus tomoni esa tez xafa bo'lib qolishadi. Ikkilanish kuchli ularda va eng minusi o'zini qurbon qilish pozitsiyasi. O'zidan voz kechish pozitsiyasi bu minusi. Uchinchi raqam. Bu raqam ijod va quvonch energiyasi. Ya'ni bu nima degani? Uchinchi raqamdagi insonlar, taqdir raqami 3 bo'lganlar, gapga usta, ijodkor bo'lishadi, quvnoq, pozitivniy odamlar va ularni sahna uchun, san'at uchun, blogerlik uchun ko'p insonlarni diqqat markazida bo'lishni yaxshi ko'radigan insonlar sifatida ko'rishimiz mumkin. Ularning minus tomoni esa ishni boshladimi oxirigacha yetkiza olmaydi. Ya'ni tartibsizlik bor ularda. Keyin mas'uliyatsizlik ham aynan uchlarga xos. 4-chi raqam egalari. 4-sana taqdir matritsasida markaz 4 bo'lgan, 4-oy, taqdir raqami 4 bo'lgan insonlar. Bular tartib energiyasi deyiladi. Tartib, intizom energiyasi. Ular tabiatan juda ham mehnatkash, ishonchli va sabrli insonlar. Ular haqiqiy mustahkam poydevor quruvchilar desak ham bo'ladida bu insonlarni. Lekin minus tomonlari o'ta qattiq qo'llik qiladi. Yangiliklarga ochilishdan qo'rqadi, o'zgarishlardan qo'rqadi. Biror bir ishda shaxsiy hayotida tashabbus ko'rsatishdan qo'rqadi. Bu ularning minusi. 5-chi raqam egalari. 5 taqdir raqamidagi bo'lgan insonlar. 5-sana bu haqiqiy erkinlik energiyasi. Erkinlikni sevuvchi insonlar. 5-oyda tug'ilganlar misol uchun. Ular haqiqiy sarguzashtni sevuvchilar. Vaziyatlarga juda ham tez moslashadi. Juda. Sayohatlarni yaxshi ko'radi, yangiliklarni yaxshi ko'radi, o'zgarishlardan qo'rqmaydi. Lekin minus tomoni ularda sabrsizlik bor va beqarorlik desak ham bo'ladi. Qaror qabul qilishda doim ikkilanishadi. Qaror qabul qilishlari juda ham qiyin bo'ladi. 6-raqam. Bu raqam egalari muhabbat va oila energiyasi uchun yaratilgan. Taqdir raqami 6 bo'lgan, markazi 6 bo'lgan, 6-oyda tug'ilgan, 6-sanadagi insonlar g'amxo'r, juda ham mas'uliyatli, oila va yaqinlarini qadrlaydi, o'zini fidoyi qiladigan insonlar. Minus tomoni ortiqcha qayg'urish bor, juda ham
keragidan ortiq siqilib qayg'urishadi va hayotidagi insonlarni nazorat qilish istagi kuchli, nazoratga berilib ketadi. Bu ularni minus holatlarga tushirib qo'yadi. 7 raqam, 7 raqami donolik energiyasi. Taqdir raqamida 7 bo'lgan insonlarni donolik energiyasi deb aytsak bo'ladi. Ular chuqur fikrlaydi, ruhiyat bilimlariga qiziqadi. Ularda yana bitta shunaqa energiya bor, yolg'izlikda kuch to'playdi. Yolg'iz qolishdan qo'rqmaydigan insonlar. Minus tomoni odamlardan uzoqlashishga o'tadi, tez shubhalanishga berilib qoladi. Minusi shu. 8 raqami kimlar? 8 raqamdagi insonlar, 8-oy, 8-sana, markaz 8 bo'lgan insonlar pul va haqiqiy kuch energiyasi. Tadbirkorlik qobiliyati kuchli bo'lgan insonlar, katta maqsadlar qo'yadi ular. Moliyaviy boshqaruvga moyil insonlar desak ham bo'ladi. Chunki ular katta pullarni boshqarishga kelgan insonlarda bu hayotga. Minus tomoni haddan tashqari, juda ham moddiyatga berilib qoladi. Haddan tashqari. Aslida esa ularni moddiyatga berilish emas, moddiyat va ma'naviylikni balansini o'rganish kerak. Minusga kirib qolganda muammolar hayotiga kirib keladi. 9-raqamdagi insonlar, 9 bu donishmand raqami, xizmat qilish energiyasi bu raqam. Odamlarga yordam berishni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar, qalbi keng insonlar, kuchli rahm shafqat insonlari, fidoyi insonlar desak bo'ladi 9-raqam egalarini. 9-oy, 9-sana bular hammasi kiradi. Minus tomoni keragidan ortiq fidoyilik qilish, keragidan ortiq o'zidan voz kechib yorib, bu ularning eng katta minusi. Ya'ni o'zini unutadi. Shu joyda savol tug'iladi. Nima uchun biz tug'ilgan sanalarimiz muhim? Numerologiyada tug'ilgan sanamizni har biri ma'lum bir energiyani olib keladi. Tug'ilgan sanalarimizda. Va bu raqamlar plus va minus mazmunga ega. Har bitta insonda hozir ma'lumotlarni eshitib siz aytishingiz mumkin, yo'q menda bunday emas deb. Har bitta insonda 2 xil energetik polya bo'ladi. Ya'ni siz minusda bo'lganingizda xuddi o'sha raqamda bo'lasiz, lekin sizda minus tomonlari ishlayotgan bo'ladi hayotingizda. Masalan, 9larni hozir aytdik, o'zidan voz kechadigan insonlar, keyin qalbi og'riydi, juda ham fidoyilik qilib yuboradi, o'ziga keyin jabr tegib qoladi-da. Plusda esa bular odamlarga yordam berishni yaxshi ko'radi, insonlarga xizmat qilish uchun, insonlarning hayotini o'zgartirish uchun kelgan insonda ular o'zini missiyasini bajarsa plusga chiqadi. Minusda esa o'zlari yordamga muhtoj bo'lib qoladi, qiyinchilik holatiga tez tushib qoladi. Mana shunday har bitta raqamni plus va minus tomonlari bo'ladi, har birini. Siz bilan keyingi darslarimizda mana shu raqamlarni yanada to'liqroq tahlil qilamiz, birlashtirgan holda. Masalan, keyingi efir siz uchun to'liq sanalar bo'yicha bo'ladi. Masalan, 1, 10, 19, 28 bular birlarni tashkil qiladi. 2, 11, 20, 29 birgalashib 2 ni tashkil qiladi. Va bu haqda ikkinchi darsimizda sizga ma'lumot beraman. Bundan tashqari Instagram va Telegram orqali ham numerologiya, raqamlar, insonni taqdiri bilan bog'liq bo'lgan muammolar, taqdir matritsasi tahlilini ham bemalol o'rganishingiz va olishingiz mumkin. Men o'zimni shaxsiy akkauntlarimni yozib qoldiraman. Kommentariyada o'zingiz haqingizdagi eshitgan bu ma'lumotlarga fikringizni yozib qoldiring.